Agar farzandingizni qori qilish niyatingiz bo'lsa, ushbu duoni kuniga 101 marta o'qing va natijasini o'zingiz ko'rasiz. Allohumma jal Qur'anaka lazima nuran fi qalbi valladhi va rizqu khassahu kama razaqta ibadaka solihin waftah alayhi babal fahmi was sabat wa jalhu min ahli Qur'ani lazina va aqlika va hasatuk. Ey Allohim, farzandimning qalbini buyuk Qur'onning nuri bilan to'ldirgin. Uni Qur'onni yod olish vaqtiga muyassar qilgin. Xuddi solih bandalaringga rizq qilganing kabi unga tushunish, sabr va barqarorlikni nasib et. Uni Qur'on ahlidan qilgin. Ular sening ahling va yaqin bandalaring qatoridan bo'lsinlar. Ey Rahmonim, bolamga Qur'oningni sevdirgin. Har bir harfini qalbiga muhrlagin. Yodlagan suralari qalbida ildiz otsin, tilida yashasin, amalda ko'rinsin. O'qigan har bir oyati sabab bo'lib uning hayoti nurlansin. Uning ilmini, sabrini, eslab qolish qobiliyatini orttirgin va uni o'zining eng yaqin bandalaring qatoridan qilgin. Qori bo'lishni nasib etgin.